Selamünaleyküm küçük dostlar. Ben Hümeyra. Endi biz suda leyleydiğen ve çıkıdığan narsalarını körümüz. Endi başlayalım. Mavi kağıt. Qog'oz. Bir parcha qog'ozni qo'ydik. Suda leyleydiğen. Mavi. Endi deniz kabuğunu koyalım. Leyleydiğen. Çıkıdığan. Yağaç kuşuk. Suda leyleydiğen. Mavi metal kuşuk. Suda patladıkken. Metal qo'shiq nima bo'ldi ekan? Suvning ichiga cho'kib ketdi ekan, ha, qizim? O butulkaning og'ziga, og'zi. Leylamdiki, cho'kamdiki. Aq, leylada ustiga chiqib oldi ekan, ha? Endi mavini qo'yaylik. U nima? Metal pul, ha? Endi qo'yaylik. Tangi pul. Tangi pulni qo'ydik. Tangi pul cho'kamdiki? Chiqdi. Tangi pullar cho'kadi ekan, ha? Qaranglar, yeniden kabuğunu koyaylik. Yine patladı. Cho'kib ketdi. Endi tik-tak topni qo'ydik. Tik-tak topmi suvda laylaydi ekan, ha? Mavi suda. Endi cho'ngroq yana bir plastik topni qo'ydik. Umi laylaydi ekan, ha? Mani bilmaymiz. Bu bir o'yin chamberdi. Bu nima ekan? Plastikni yasalgan ekan. Bu nima ish qildi ekan? Laylaydi ekan, ha? Unda bo'lsa suvlar nimalarni ko'taralabdi, nimalarni ko'tarolmabdi, qizim? Mani ko'tarilib. U yog'och qo'shiqni ko'taralabdi, plastik chambarni, yana-chu topni. U butulkaning og'zini ichiga qo'yavering, hech nima bo'lmaydi. Qo'shiqni ko'taralabdimi, metalni? Mani ko'tarilib. Topni ko'taralabdi. Qo'shiq metal qo'shiqni ko'taralabdimi? Yo'q. Ko'taramabdi. Uning uchun ichiga cho'kib ketibdi, ha? Chiqmadi.